Bu kelin hech odam bo'lmadi-da. 50 ga kirib, 50 tiyli aqli yo'q-a. Voy. Ay kelin. Kelin, bu yoqqa qarang. Boshlandi yana. Ha, endi onasi bor chiqa qolgin. Hay Dilfuza. Astag'firulloh. Qayerda qoldingiz? Chiqa qoling. Qachongacha bu ahvol davom etadi? 30 yillik kelin bo'lsa, Bo'ldi. boshqa kelinlar allaqachon erkinlikka chiqib rohat farog'atda yashashyapti. Men esa yangi kelindek haligacha odiysi xizmatini qilaman. Xotin, bo'ldi. Nolima, yig'lama. Eshitib qolsalar hozir janjal bo'ladi. Bo'ldi qilgin. Bor, xotin bor. Menga ham oson emas. Yig'lama, xursand bo'lib chiq. Xotin. Kelin poshsha, Ha? Labay oyijon. hovlilarni yaxshilab supurib qo'ydingizmi? Ha, supurib qo'ydim oyijon. Menga shirchoy tayyormi? Ha, hozir tayyor bo'ladi. O'zim xonangizga olib kirib beraman. Menga qarang. O'g'limga yana tuxum qovurib bermang-a. Bechora tuxum yeb kunda ishga ketadi. Nonushtaga bugun quyma pishirib bering. Xo'p oyijon. Ha, tinchlikmi? Nega ensingizni qotirasiz? Ha, yo'q, qotirganim yo'q oyijon. Kechasi yomon uxlagandim. Oyijon, men ham qariyapman. Voy tavba qo'yinga. Siz qari desangiz, men nima qilishim kerak ekan-a? Hali yoshsiz, g'ayratingiz yetadi. Bilib ishlarni qilib